Bu Suvd viloyatining Konibodom tumanidagi davlat tili qatori o'zbek tilida ham dars beriladigan yagona maktab. Maktab direktorining aytishicha, har ikki tilda o'qiydigan o'quvchilar ham muvaffaqiyatga erishmoqda. Maktabimizda 510 nafar o'quvchi va 45 nafar o'qituvchi mana shu o'quvchilarga bilim beradilar. Bulardan 30 nafar o'qituvchimiz oliy ma'lumotli va 15 nafarlari o'rta maxsus. Maktabimiz ham o'zbek tilida ham tojik tilida o'z ish faoliyatini olib boradi. 11-sinflarimiz o'zbek tilida bitirishdi va hujjat olishdi. Ulardan 19 nafar o'zbek sinfni bitirgan bo'lsa, 18 nafari milliy test bilan o'z hujjatlarini oliy bilim yurtlariga va o'rta maxsus bilim yurtlariga topshirdi. Hammalari talabalik maqomiga ega bo'ldi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, o'zbek sinfda o'qib turib budjet asosida yoki prezident kvotasi asosida o'qishga kirgan o'quvchilarimiz bor. Bunga misol Aminjonova Ziyoda o'zbek sinfini bitirib, o'zbek tilida bitirib, mana ximiya biologiya fakultetiga budjet asosida o'qishga kirdi. Murodov Lazizbek bo'lsa, Sadriddin Ayni nomidagi pedagogika bilim yurtiga, Dushanbe shahriga prezidentimiz kvotasi asosida fizika va energetika fakultetiga hujjat topshirib, mana shu sinovlardan o'tib, talabalik maqomiga ega bo'ldi. Bu o'rinda yana ta'kidlashim joizki, Aminjonova Ziyoda prezident stipendiyasi sohibasi ham edi. Bu yil ham mana shu sinovlardan o'tib 11-sinf o'zbek tili sinfimiz o'quvchisi Yo'ldosh va Gulbahor ham prezident stipendiyasiga erishdi. O'quvchilarimiz har yili maktab olimpiadasidan keyin shahar bosqichidan keyin viloyat va viloyatdan esa jumhuriyat bosqichiga o'tib, yaxshi o'rinlarni olib keladi. Bir nechta o'quvchilarimiz olimpiadaga davlat tili fanidan faxrli o'rinlarni oldi. Bunga misol 5-sinf o'quvchimiz Oxunova Albina, 7-sinf o'quvchimiz Hasan va Marjona, 10-sinf o'quvchimiz Sadriddinova Tahmina va 11-sinf o'quvchimiz Yo'ldosh va Gulbahor. Asosan o'zbeklar yashaydigan Niyozbek qishlog'idagi bu maktabda 2000-yillargacha faqat o'zbek tilida dars berilgan. Birinchi tojik sinflar 94-yillar tug'ilganlarni qabul qilgan bo'lsak, 2001-yilda kelgan bo'lishadi. Ana shundan tojiklasha boshladi maktabimizda sinflar. Ota-onalarda ham o'zbek sinfga talabot kamaya boshladi. Keyinchalik yana o'z tilini bilmay turib, farzandini o'zlashtirishidagi qiyinchiliklarni sezdilar shekilli. Yana o'zbek sinfga da'vogarlar bo'ldi. Hozirgi 4-sinflarimiz ham 3 ta sinf bo'lib o'zbek sinf edi. Ana shu muhojirlikka ketish hisobiga davlat standarti bo'yicha sinflarni qisqartirishga to'g'ri keldi. O'quvchi 20 tadan oshiqroq bo'lish kerak ekan. Shuni hisobiga yana o'zbek sinfimiz bo'linib ketdi. O'quvchi ham davlat tilisini, ham ona tilisini teng urinda olib borsa, bular ertaga jamiyatga qo'shilgan taqdirda ham o'z yo'lini, o'z nimasini topa oladi deb o'ylayman. Prezidentimiz o'zlarini bitta gaplari borki, hech qaysi inson o'z ona tilini mukammal o'rganmay turib, boshqa tilda o'rgana olmaydi. Shuning uchun bular o'z tilini o'rgansa, bularda solishtirma bilim paydo bo'ladi. Solishtirma bilim bilan bular hamma tilda o'rganish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Nafaqat davlat tili, balki rus tili, ingliz tilini o'zlarini agar o'zbek tilini grammatikasini yaxshi o'rganib olsa, solishtirib o'z yo'llarini topadi. O'zbek sinflaridan o'quvchilarimiz nimalarga chiqishapti? Olimpiadalarga.
chiqib davlat tilidan o'rinlarni olib jumhuriyatgacha borishdi. 33 yil bo'ldi maktabga ishga kelganimda. Birinchi kelgan paytimda hamma sinflarimiz o'zbek edi. Endi o'quvchi 3 ta 4 ta sinflar bo'lardi. Bemalol edi darslarimiz. 25 soat, 26 soatgacha dars o'tib, hattoki direktorga dod-daradik chiqib, "Ma'lum charchadim, men ketaman, obeddan keyin bo'lmaydi endi" deb. Oyliksiz ham ishlagan vaqtlarimiz bo'lgan, kuponlarga, mana cheklarga ishlaganmiz. Xudoga shukr, mana hozirgi kunda har oyliklarimiz vaqtida berilibdi. Lekin endi bizda qiynalgan tomonimiz, hozir darsim 5 soat o'zbek tili adabiyot 5-sinflarga bo'lsa, buni orasida 4 soat zaboniy davlatiy darsim bor o'zimda. Ma'rifati oiladori darslarim bor. Qolgan 6 soat darsim keyin ta'limiy mehnatdan ham dars beramiz. Har maqomga yo'rg'alayapmiz. Hozir ilojimiz qolmadi endi bizda. Vaqtida shu tojik adabiyotga ham o'qib olsak bo'lar ekan, endi yosh o'tib qoldi hozirgi kunda. Ibtidoiga o'qidim, buni orasida majbur bo'ldim o'zbek sinflar kamaygandan keyin. O'zbek sinflarini kamayishiga sabab endi maktabni bitirgandan keyin oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari hammasi tojik tilida, o'qishlarimiz asosan tojik tilida. Hozir o'zbek fakultetlar yo'q, faqatgina bitta shu o'zbek adabiyoti qoldi xolos. O'shani hisobiga ham ota-onalar kelajakda bolalarimiz qiynalmasin, bemalol o'qisin ular degan maqsadda ham tojik sinfga berishyapti. Shundaqa chiroyli mavzular 10-sinfga mazza qilib o'zingizda tilingiz bo'lsa, o'zbek sinf bo'lsa, shunaqa chiroyli o'tasizda o'sha darsni. Tojik sinfda endi o'tamiz, o'zim qiynalib ketaman lekin men. Yetkazib bera olmayman. Hamma fikrimda, hamma bor nimamda o'quvchiga yetkazib bera olmay qiynalaman. Tamom, u bolalar bilan savol-javob qilib mazza qilasiz. Bola ham tojik sinfda o'qiyapti hozirgi kunda. Baribir nutqini ravon bayon qilib bera olmaydi-da. Nutqi yetmaydi bolalarimiz. Bolalar maktabda tojik sinfda o'qiydi, lekin uyga borgandan keyin hamma o'zbekcha gapiradi. Birinchi kelganimizda o'zbek tilidan 20 soat dars olganman. 20 soat dars oldik. Hammamizda ham 20-15 soatlab darslarimiz bor edi. Hozir endi zabonchilar aytibman-ku, qaysidir nima kadr yetishmasa, unaqa bo'lib qoldik. Yirtiqa yamoq bo'lib qoldik. Qo'pol qilib aytganda. Yana o'zbek sinflarida qaytadan ochishga imkoniyat bor. Biz xalq tushunadi, faqat kitoblar yetishmaydi. Sulaymon Ermatov, Sayfulla Qulayevlar qalamiga mansub, faqat kitoblar biz o'zimiz sotib olamiz. Shuni hisobiga sal eskirib, urinib qolgan. Bu maktab kitobxonasida yo'q. Buni o'zimiz sotib olgan, o'sha hozir 5-sinf bo'lgan o'quvchilar ishlatgan buni. Bizga qadar kelgan shu kitoblardan foydalanamiz. Matbuot Dushanbe 2007-yil. Mana zaboniy davlatimiz. Bu lekin nima keladi? Jahon banki tomonidan. Bu ham 2007-yildagi kitob. Kitob muammosi bor bizda. Darsliklarimiz yetishmaydi. Har yil sotib olamiz. Misol har bitta kitob 20 somon, 25 somon, 15 somondan sotib olamiz. Bir yil foydalanadi, keyin yanagi yil yana boshqa kitob. Mana hozir ona tili adabiyotlari umuman yetishmaydi maktabda. Qolgan 5 ta 6 tani ba'zor topdim men. Har yil uni olib saqlab qo'yamiz biz, yo'qolmasin deb. Bu kitob eski, lekin mana 2002niki, yangi kitob yo'q bizga. Shu sabab majbur biz ana shundan o'tishga. Ona tili kitobingiz ber. Ona tili kitobimiz mana bu kitobdan ham bor, keyin yupqa hozir chiqqan o'zlari shunchaki chopak qilib beribdi-ku, mana bunaqa nima yarmi. Bu eski maktabda qolgan 5-6 ta bor edim, uni topdim men, o'zim yig'ishtirib qo'ygan edim. Hozir mana buni bular yana ana shuni sotib oldik biz. O'tyapmiz, ilojini topyapmiz. Bultur ham u nima ana shu sinfga men o'zim o'zbek tilisi bilan nimasiga matematikasi umuman o'zim olgan edim, o'tganman bularga, ana shunaqa xira kitobdan o'tganman. Iloji yo'q edi, tamom. O'zbek tilisini ham, nimasini ham, matematikasini ham. Bu yil ham bular alla nechta kitob, matematikani ham sotib oldi, tarixni ham sotib oldilaring o'zlaring. Qolgan xayr botanika nimalarini tojik kitobdan tarjima qilib o'tapti bular. Sinfdan tashqari o'qish uchun bularda kitobxonamizda umuman yo'q o'zbeklar uchun. Lekin men harakat qilaman, uyimdagi mana shunaqa hikoyacha, ertak kitobchalarni bularga olib kelib beraman. Maqol kitoblardan ko'p maqol yodlattirdim, olib kelib bularga. Bozordan harakat qilamiz, o'zlari oladi. Endi nimasi ko'targanlar olib kelib sinfda, lekin sinfdan tashqari o'qish darslarimizda o'sha kitoblardan foydalanib ertaklar, hikoyalar o'qiymiz biz. Lekin kitobxonamizda o'zbeklar uchun yo'q. Nima tojik sinflarga tojikcha nimalarimiz juda ham ko'p olib o'qiydi bular, o'shani ham harakat qiladi. Gazetalar keladi. Men bir marta o'zim varaqlab zaboniy davlatini ham o'tganim uchun bularga tushuntiraman, nima joylarini harakat qilamiz. Lekin bizga baribir ana shu badiiy kitoblar yetishmaydi. Bularni yoshiga mos agar badiiy kitob bo'lsa, mumkin bular ham o'shanaqani ko'proq o'qisa, sal o'zlashtirishi yaxshi bo'larmidi deb ham o'ylaymiz o'zimiz. Gazeta jurnallarimiz aksariyat tojik nimasida, tojik tilida keladi bularga, o'zbekcha yo'q.
o'zimizga ham keladigan mana ko'rdingiz hali so't nimasi haqiqati xalq ovozi gazetalari bir ustoz gazetasi keladi. Yurtimizda o'quvchilar uchun maxsus gazeta va jurnallar ko'plab mavjud. Men taklif qilgan bo'lardimki, shu gazetalar sahifalarida o'quvchilarimiz o'zbek sahifalar ham joriy qilinib, ko'plab o'quvchilarimizni ijod mahsullari chiqarib borilsa va yoki ular o'qish uchun o'zbek tilidagi matnlar berilib borilsa ham, crossword, bosh qotirmalar ham o'zbek tilida ham berilsa, o'zbek tilida o'quvchi bolajonlarimiz uchun foydadan xoli bo'lmas edi. O'zbek tili va adabiyoti fanlaridan olimpiadalar o'tkazilmay qoldi. Shular ham yana qaytadan tashkil qilinsa, o'quvchilarimizni o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishlari yana ham kuchayadi va yutuqlarimiz yana ham ko'zga tashlanadi deb o'ylar edim. O'tgan yillar mobaynida maktabimiz o'quvchilari orasidan shoiralar yetishib chiqqan, Zilola Bo'ymat va Mohira Husanova, Nargiza Mamatova kabi shoirlikka havasmand o'quvchilarimiz juda ko'p edi. Fan olimpiadalaridan o'rin egallagan o'quvchilarimiz bor edi o'zbek tili fani bo'yicha. Hozirgi paytda endi shunday yutuqlarimiz ko'zga tashlanmay qolyaptiki, shuni hisobiga bir taklif qilgan bo'lardimki, tojik sinflarimizda ham go'yo ingliz tili fanlari, rus tili fanlari kabi o'zbek tili fanlarini ham joriy qilsak, o'zbek tili va adabiyoti darsliklarini shu an'ana davom etgan bo'larmidi deb o'ylayman. O'z ona tilisini o'rganib, boshqa tillarni o'rganib, o'sha iqtidorlar ochilmasdan qolib ketmasmidi degan xayoldaman.